Vohamiz ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy hayotiga doir xabar va yangiliklar tafsiloti bilan efirda Voha 24 informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Yozgi ta'til o'quvchilar uchun nafaqat dam olish vaqti, balki shaxsiy rivojlanish, qobiliyatlarni namoyish qilish uchun qulay imkoniyat. Prezidentimiz tashabbusi bilan o'quvchi yoshlarning bu yilgi yozgi ta'til davrini mazmunli tashkil etish, ularni madaniy, ma'rifiy va sport tadbirlariga faol jalb qilish maqsadida Dolzarb 90 kun loyihasi amalga oshirilgandan xabaringiz bor. Mazkur loyiha doirasida yoshlarning ta'til vaqti unumli o'tyapti. Ular kerakli mashg'ulotlarga jalb qilinmoqda. Bu yilgi ta'til kunlari yoshlar uchun mahorat va tajriba orttirish borasida imkoniyatlar eshigini ochadigan palla bo'lyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayniqsa davlatimiz rahbari tashabbusi bilan umumta'lim maktablarida start olgan Dolzarb 90 kun loyihasi bo'lg'usi pedagog kadrlar uchun ham juda muhim tashabbus bo'ldi. Loyiha doirasida maktab o'quvchilari va uyushmagan yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni sog'lomlashtirish va har tomonlama rivojlantirish bo'yicha Oltinsoy tumanida ham aniq rejalar asosida keng ko'lamda ishlar olib borilmoqda. Oltinsoy tumanida 48-maktabida ham 90 kunlikka doir chora-tadbirlar ishlab chiqildi. 6 ta sport to'garagi, 10 ga yaqin fan to'garaklari, repetitorlik kurslari tashkil qilingan. Kitobxonlar uchun alohida sharoitlar yaratib berilgan. Maktabda ta'lim olayotgan 340 ga yaqin o'quvchilar deyarli barchasi ushbu tadbirlarga jalb qilingan. Kutubxona faoliyatidan o'quvchilar qatori mana shu mahalladagi uyushmagan yoshlar ham bemalol foydalanishyapti hozirgi kunda. Aytish kerak, yozgi ta'tilni samarali tashkil etish bo'yicha berilgan topshiriqlarning asosiy maqsadi ota-onalar ishda bo'lgan paytda bolalarning vaqtini uyda bekor o'tkazishining oldini olishdan iborat. Shu sababli Oltinsoydagi har bir maktabda yuqorida aytganimizdek kunduzgi oromgohlar tashkil etilib, ularda sport, rassomchilik, fan to'garaklari faoliyati yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari, yoshlar tikuvchilik va qandolatchilik to'garaklarida faol ishtirok etyapti. Men sinfdoshlarimiz bilan juda xursandmiz, chunki yozgi ta'tilda maroqli vaqt o'tkazyapmiz. Eng muhimi, hunar o'rganyapmiz. Tikuvchilik bo'yicha men tikuv mashinkasida ishlashni o'rgandim va andoza olishni, tikishni o'rgandim. Hozir mustaqil tikyapman. Ma'lumotlarga ko'ra, Oltinsoy tumanidagi 70 ta maktabda to'garaklar tashkil etilib, ularga jami 18500 nafar yoshlar qamrab olingan. Yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratish maqsadida turli sport musobaqalari, san'at ko'rgazmalari va ijtimoiy loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu esa o'z navbatida ularning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi va kelajakda hayotdagi muvaffaqiyatlari uchun mustahkam poydevor yaratadi. Biz oltinsoylik yoshlar juda xursandmiz. Bu yilgi ta'tilimiz juda maroqli o'tyapti. Avvallari ta'til vaqtlari bo'sh qolardik. Hozir esa vaqtimiz har xil mashg'ulotlar, shashka-shaxmat o'yinlari, kitob o'qish bilan o'tmoqda. Shaxsan o'zim futbolga qiziqaman. Har kuni kelib shu yerda mashqlar bajaramiz. Undan tashqari har xil kitoblar o'qiyapman. Masalan, Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar mavzusidagi kitobini o'qiyapman va bu kitob haqida taassurotlarim juda a'lo. Mana shunday imkoniyatlar eshigini ochib bergani uchun yurtboshimizga rahmat aytamiz. Yana bir gap, ota-onalar ham ushbu tashabbusdan juda mamnun, chunki loyiha orqali nafaqat farzandlarining bilim olishi, balki ularning sog'lom turmush tarziga ega bo'lishi, sport, san'at va intellektual faoliyatlarida qatnashishi ta'minlanmoqda. Natijada o'quvchilar nafaqat bilim olish, balki o'zlarini turli sohalarda sinab ko'rish, yangi qiziqishlar va talantlarni rivojlantirish imkoniga ega bo'lyapti. Bularning barchasi o'z navbatida oila va jamiyatda ijobiy o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Biz ota-onalar bu yil juda ham xursandmiz. Prezidentimizning tashabbuslari bilan Dolzarb 90 kunlik dasturi ishlab chiqildi. Bu 90 kunlik dasturda farzandlarimiz bo'sh qolmasdan maktablarda tikuvchilik to'garaklariga, qandolatchilik to'garaklariga qatnashyapti. Shaxsan men o'zim ona sifatida ham, o'qituvchi sifatida ham bundan juda ham xursandman. 2 nafar farzandim bor, biri o'rganyapti tikuvchilikda, bir nafar qizim esa qandolatchilikda o'rganyapti. Men oltinsoylik ota-onalar nomidan yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildiraman. Dolzarb 90 kun dasturi yozgi ta'tilni nafaqat dam olish, balki o'quvchi yoshlar uchun o'sish, o'rganish, rivojlanish va yangi imkoniyatlar sari yo'l sifatida qaralayotganini ko'rsatmoqda. Mazkur tashabbus kelajak avlodning sog'lom, bilimli va faol bo'lib ulg'ayishi uchun muhim zamin yaratadi.